Assalomu alaykum China Motors muxlislari. Biz sizlarga yangilik yuzlashda davom etamiz. Biz bugun yangi modellardan bittasi, bu Jack M3 ni hamma biladi, lekin hozir orqa sidinani yechib qo'yib yuk tashishda muammo bo'lyapti. Shuning uchun biz sizlarga qulaylik qilish maqsadida Jack M3 ni van variantini, ya'ni orqasi yopiq yuk tashiydigan variantini sizlarga olib kelib qo'yganmiz. Nalichida tayyor qora oqi bor. Bemalol biz siz borki uni xohlaganingizga moslasangiz bo'ladi. Ya'ni bu mashinamizni hozirgi kunda meditsinaga, ya'ni shaxsiy shifoxonasi borlar tez yordam uchun ham bemalol joylab nima qilishyapti. Damasdan ancha keng, qulayliklari o'ta ko'p hamda tezroq yuradi. Bu Damasdan oldi ichini ko'rishingiz mumkin. Jack M3 ni ichi bilan bir xil, hamma joyi bir xil, faqat bitta monitorda farq qiladi. Bunda oddiy radio bo'ladi. Qolgan korobkalari, motorlari, rasxodlari hamma yo'g'i bir xil. Faqat orqada sidina yo'q xolos. Hamda baloni oddiy diskada kalpak bo'ladi. Saka diska bo'lmaydi. Bu mashinamiz lekin narxi sal arzonroq chiqadi albatta. Bulari 215 million sotilayotgan bo'lsa, bulardan narxida bor. Bulari 199 million so'mdan narxida tayyor. Albatta xarakteristikalari yo boshqa to'lovlari haqida batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi nomerlarga chiqing. Narx qiziq bo'lsa, narxi 199 million aytganimizdaqa. Albatta bizni kuzatishda davom eting. Keyingi modellarni arzon qilishda davom etamiz.